Hoca aka, o'z ta'xudi mazza qilib o'qib yuribsiz. Endi siz Kennyamga bitta mana shu Traversdan bosib yuborasizmi? Qarang, Travers qarang, dizaynni qanday qilib ishlab qo'yishgan. 26-yil yangi restoran varianti-ku, lekin bitta bosib yuborish kerak. Kennyamga ayniqsa yoqib ketadi-yu bu mashina. Qarang, eng qizig'i bordoviy rangda-yu. Mana bu Travers yozuvlarini qarang, mana bu balonni qarang, nima deyapti. Keyin bu mashinani saloniga o'tirgandan keyin o'zidan-o'zi mazza qo'ralar. Keyin sizga mehr berishni boshlaylar. Keyin o'zingizdan bilmay qolasiz qanaqa mehr berganligini. Mana bu rulni turishini qarang, climate control palasini o'zi ushlaydi. Mana monitorni qarang, kattaligini, polni panorama tomlari ham bor. Mana video registratorini qarang, turishini. Hoja aka, ayolingizga olib bergandan keyin bu mashinani o'zidan-o'zi plyus ko'payib ketadi. Bu mashinamiz o'zi oilaviy mashina, 8 ta o'rindiqli bo'ladi. Endi buni orqa saloniga marhamat, qarang, kapitanskiy sidinalari ham bor. Xohlasangiz keyin ham rulga o'tkazib qo'yib, o'zingiz kapitanskiy sidinada kapitallarga o'xshab ketaverasiz. Ukajonim, mashinangiz zo'r, lekin pulim yetmaydi deyapsizmi? Tezgina Hoja aka bu videoni Kennyamga jo'natib qo'ying, hali undan zo'rlarini minishga nasib etadi. Bilaman, Hoja aka, siz bunaqa mashinalarda undan ham zo'rini olib berishga qurbingiz yetadi. Kenny, agarda siz videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, sekingina Hoja akamga jo'natib qo'yaverasiz. Orqalarini qarang, orqa dizaynni ham chiroyli qilib ishlab qo'yishgan. Travers-ku. Mana biz 71 ma'nosini bilasizmi? Off-road deganda, yo'l tanlamas mashina degani. Buni bagajini ko'rmaysizmi? Faralarini qarang, o'chib yonishini. Bagajini qarang, kengligini. Mana buni qarang, yopilishlari ham o'zgacha. Mana glushtilni qarang. Bu mashinamizda 328 ta ot kuchi bor. 0 dan 100 gacha 6,5 sekundda 100 ga chiqadi. Narxiga keladigan bo'lsa, zavod narxida olib ketsanglar bo'ladi. Drivers Village'ga bemalol kelaverasizlar.